Qısınız, mən bək timidən çətnəb ketməyəm. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'rayman do'stlar, menlarniki programma vaqtini chiqarib ekran oldi o'tirganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun ki suhbatimizga hammalar tanishlik qilgan Mamtim akamni taklif qildik yoki doktor Mamtim desak hammalar taniymiz asosan. Bu suhbatimizning asosiy maqsadi hammalar bilamiz, shu yangilik yoki har qaysi saatdan kunimizda tartışışıyotgan yoki bo'lmasa xalqimizniki bilishni arzu qilgan temalar to'xtalamiz. Bugungi temamizda asosan shu badan sirtida turalni paydo qilish to'g'risida to'xtalamiz. Hammalar bilamiz. Bu tema hozir yangi bir tema. Uning ustiga odamlarning har xil kasallik sababi shu organniki yetishmasligi sababidan shu organni naql qiladigan yoki ko'chiradigan ishlar bor. Lekin nurg'ulg'an odam shu organ saqlab vaqt o'tib qolgan, kesil ig'ilib qolgan, hayotni qayib ketishlar bo'ldi. Mush to'g'risida bugungi shu tibobetda qanday taraqqiyotlar qo'lga keldi, buningdagi yurinish qanday bo'ldi, mush to'g'risida bilamiz. Mamtim aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi program qatnashganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga bir rahmat. Menga bu fursatni berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu programni o'rlashtirayotgan akademiyadagi qarindoshlarga rahmat. Unda bo'lsa Mamtim aka shu badan sirtida turalni paydo qilish to'g'risida qisqacha tushuncha bersangiz, undan keyin qarindoshlar ba'zan savol so'raydi. Eng oxirida savolni so'raymiz, undan keyin o'sha savol javob shaklida davom qilsak. Bo'ladi. Bu temaning o'ziga kelishdan burun biz bir shu yani hayotlikninki paydo bo'lish jarayonini qisqacha tushuntirib o'tmoqchi. Chunki biz buni tushunmay turib, bu badan mayli ichida bo'lsin yoki badan sirtida, ya'ni tajribaxonada bo'lsin, qandaq bir to'ralma yetildirganligini tushunish biroz qiyin. Shunga men dastlabda shu bizningki insonlarni markaz qilib, amaliyotda butun jonliqlarda asosan o'xshib ketadi. Insonlarni markaz qilib turib, shu to'ralmaniki paydo bo'lish jarayoni, ya'ni bir hayotlikninki qandaq boshlanganligi to'g'risida qisqacha bir tushuntirib o'tmoqchi. Endi hayotlik shu opiting dadadan kelgan urug' bilan opidan kelgan tuxumninki berikib urug'langan tuxum hosil qilishidan hayotlik boshlandi. Endi bu urug'langan tuxum taraqqiy qilib bir haftalar atrofida shu dastlabki qadamdagi to'ralma shakllanadi. Endi biz bu yerda bu temalar, ya'ni shu munosabatli temalarni degan vaqtimizda eng ko'p shu g'ul hujayra degan narsaga taqishimiz. Bu g'ul hujayra degan nima degan vaqtida dal shu bir hafta atrofidagi to'ralma, ya'ni hayotlikning eng dastlabki qismidan ilingan hujayra bu ya'ni to'ralma g'ul hujayra deb ataladi. Bu nima uchun to'ralma g'ul hujayra deb ataymiz degan vaqtida bu hujayra ayni vaqtida, ya'ni bir hafta vaqtida boshqa hujayralarga bo'linmagan taq bir hujayra shaklda bo'lib, bu hujayra hayotlikninki taraqqiyot jarayonida shu badanimizda mavjud bo'lgan 200 xil hujayra, andan keyin 4 xil o'xshamagan to'qilma va 79 xil o'xshamagan a'zo, ya'ni organga taraqqiy qilib boradi. Endi bu yerda bu to'ralma g'ul hujayra degan shu endi bizningki shu hayotlikninki taraqqiy qilish jarayonida taq bir hujayradan 200 xil hujayraga, ya'ni 79 xil organga taraqqiy qila oladigan bir hujayra to'ralma g'ul hujayra. Endi bu g'ul hujayra degan nima degan vaqtida bu yerda normal hujayra, badandagi hujayra oldu yoki bo'lmasa o'simlikdagi hujayra olsin, har qanday hujayrada normal hujayra faqat o'zini ko'paytira oladi. Ya'ni uningki aloydiligi boshqa hujayraga o'zgarmaydi. Bu normal hujayra. G'ul hujayraninki eng cho'ng farqi, g'ul hujayra yolg'iz o'zini ko'paytib qolmasdan boshqa bir hujayraga o'zgara oladigan hujayrani biz g'ul hujayra deymiz. Xuddi daraxtninki g'uli
u yerden chiqib shaxlab chiqqanga o'xshash bu g'ul hujayra degani yolg'iz o'zini o'zi ko'paytib qolmasdan boshqa hujayralarga talaydigan hujayra g'ul hujayra bo'ladi. Andan keyin bu g'ul hujayrani ham cho'ng jihatdan biz ikkiga ayirishga bo'ldi. Birisi mushu men abiyatni deb o'tgandagidek mushu to'ralma g'ul hujayra yoki ko'p iqtidorli g'ul hujayra. To'ralma g'ul hujayra yoki ko'p iqtidorli g'ul hujayra degan vaqtida bu birden ortiq hujayraga o'zgaradigan hujayra. Ya'ni ko'p iqtidorli hujayra. Ko'p iqtidorli. Masalan, to'ralma g'ul hujayrasini degan vaqtida abiyatman deb o'tgandagidek o'zi bir xil hujayra 200 xil o'xshamagan hujayraga o'zgaradi degan gap. Endi odatda ko'p xil iqtidorli nima g'ul hujayra ning hammasi to'ralma g'ul hujayradek 200 xil g'ul hujayraga o'zgaralishi notayin, lekin kam deganda birdan ko'p. Masalan, 2 xil, 3 xil, 4 xil hujayraga o'zgaradiganini biz ko'p iqtidorli g'ul hujayra deymiz. Ondan qolib qolsa, mushu badan g'ul hujayrasi yoki balog'atga yetgan g'ul hujayra. Bu o'zidan boshqa faqat birla hujayraga o'zgaradi. Masalan, teri g'ul hujayrasi desak, u faqatla teri hujayralarga o'zgaradi. So'ngak g'ul hujayrasi desak, faqatla so'ngak hujayrasiga o'zgaradi. Bu o'zidan boshqa faqatla birla boshqa hujayraga o'zgaradiganini toq g'ul hujayra yoki İngilizce somatik deydi, badan g'ul hujayrasi yoki balog'atga yetib bo'lgan, ya'ni o birdan boshqaga ko'paymaydigan g'ul hujayrani biz shu balog'atga yetgan g'ul hujayra yoki badan g'ul hujayra deymiz. Endi bu bir shu bugungi so'zlamoqchi bo'lgan temani tushunishdiki nayti Muhimroqlar ekan, shunday. zo'r bo'lgan hukmlar endi. Shunday. Endi bu yerdan bu to'ralma urug'langan tuxum orqali to'ralma taraqqiy qildi deymiz. Endi bu shu 70-yillarda bu shu alaqa tug'mas. Bu yerda tug'mas deganda erlik tug'mas, ayollik tug'mas. Endi hammamiz bilamiz bu ayollarniki heyizniki shu aylanmasiga, ya'ni 28 kun, 30 kun degandek heyiz aylanmasi. Qisman ayollarniki bir oyda 2 kun yoki 14-15 kunda bir heyiz qildigan. Shu heyiz aylanmasi jarayonida bir tal tuxum ajratib chiqirdi. Endi erlarniki milyonlarcha urug' har bir qitimliq jinsiy munosabatda milliardlarcha urug' ishlab chiqaradi. Endi bu yerda tug'maslikni keltirib chiqargan ikki omil bor. Birisi shu erlarniki omili, anadaki yana birisi cho'ng jihatdan ham ikki xil omil, ayollarning omili. Endi ayollarning agarda bu ayollarniki tuxum ishlab chiqarishi normal bo'lib, erlarniki urug'ininki sonining kam bo'lishi yoki sufatining nachar bo'lishi tufaylidan ayoli homila bo'lamagan yoki bo'lmasa boshqalarniki bolasini beqib olishni xohlamagan insonlarniki masalasini qanday hal qilish degan masalada tadqiqotchilar o'ylanib, bu erninki urug'ini, ya'ni sog'lom bo'lgan urug'idan ayolniki tuxumini tajribaxonada, ya'ni naychi ichida sun'iy urug'lantirish jihatda izchil tadqiqotlar ilib berib, 78-yili tunji qitim dunyoda shu naychi ichida yetildirilgan to'ralmani keyin opisininki bola yotqizga selish orqali bir bola tug'ilgan. Shuningdan keyin bu xil tadqiqot izchil taraqqiy qilib, hozirga qadar dunyo miqyosida 50-60% muvaffaqiyat qozonish nimasiga yetdi. Masalan, bir ayolda 2 qitim sinalsa, bir qitim muvaffaqiyat qozonishi yoki 100 odamdan kam deganda 50 odam muvaffaqiyat qozonish nisbati bor. Endi bu shu naychi ichida, ya'ni to'ralma sun'iy urug'lantirish orqali badan sirtida to'ralma hosil bo'lgandan keyin bu xil uslub, ya'ni tadqiqot usuli keyingi zamonlarga kelgan vaqtida nurg'un boshqa
narsalarga qo'llanilib, ya'ni keyingi zamonlar kelgan vaqtida masalanga hayvonlarniki, masalan hozir qadar shu chashqandan tortib mushuk, ishit, kala, qo'y, hatto odamga eng yaqin maymunlar kolon qilindi. Ya'ni kolon degan vaqtida, ya'ni shu dal endi kolon degan vaqtida buni ozroq tushuntirib o'tishga to'g'ri keldi. Normalda abyatman deb o'tgan bu to'ralma yoki hayotlikning boshlanisi oti bilan, otining urug'i bilan opining tuxumidan tarkib topgan, ya'ni buningdagi gen alayligi baladagi mushu orqali paydo bo'lgan yangi hayotlik yoki baladagi gen alaylik 50% dadisidan kelgan bo'lsa, 50% opisidan kelgan bo'ldi. Endi bu kolon degan gapning nima desa, 99% bir tarafdan kelgan bo'ladi. Endi 100% deyamaymiz, chunki bu tuxumni yana shu ishlatishga to'g'ri keldi. Tuxum agar albatta tuxum ta'minlaguvchi bilan hujayra ta'minlaguvchi bir odam bo'lib qolsa, u vaqtida 100% bo'ldi. Chunki hamda erlarda tuxum bo'lmaganligi uchun, erlarni kolon qilish uchun cho'qim yana ayollarniki tuxumini elish kerak. Bu tuxumdimi belgilik gen alayligi bo'lganligi uchun erlarni nima qilgan vaqtida odatda 100% bo'lmaydi, lekin ayollarni albatta menda er ayol deganim adamga qartilgan emas, butun jonliqqa hozir qadar adam kolon qilingan yo'q. Kishi erkak desak deb tushunsak bo'ladi. Misolanga agar shu kishi hayvondan o tuxumdan bir tal tuxumini ilib, uningki badan hujayrasi, ya'ni jinsiy hujayra emas, ya'ni urug' emas, bu yerda badandagi somatik cells deydi. Har qanday bir hujayrani ilib, shu tuxumning ichidagi yadro qismini, ya'ni genni kontrol qiladigan markaz qismini chiqarib o'tib, badan hujayrasi yoki xohlagan bir hujayra, ya'ni jinsiy hujayra bo'lmagan hujayrani shu tuxumning ichiga solgan vaqtida bu buningdan paydo bo'lgan to'ralma yoki yangi jonliqniki gen alayligi shu badan hujayrasini, tuxum hujayrasi emas, badan hujayrasini ta'minlaguvchiga 99% dan yuqori o'xshaydi. Agar bu badan hujayrasi shu tuxum ta'minlaguvchidan kelgan bo'lsa, tuxum bilan u badan hujayrasining ta'minligini qo'shilib 100% shu odamning aynasini kolon qilgan bo'ladi. Albatta, burun meningdan so'rganlar bor, kolon desa bir varaq uchur yoki bir rasmni bas kopiya qiluvchi mashinaga kisiblarkim yerdan chiqarib oldigandek ashtaqa tushundiganlar bor. Odamni kolon qilish yoki hayvonni kolon qilish undaq oddiy bir jarayon emas. Uningga yanala ani kerak. Masalan, bu yerda kolon deganda faqatla shu hayotlikninki dastlabki bosqichi bo'lgan shu to'ralmani kolon qilish, anadan keyin to'ralma taraqqiy qilib ma'lum bosqichga yetgan vaqtida uni onaninki yoki bo'lmasa xohlagan bir ayolniki balyotqa silish orqali bir jonliq, ya'ni yangi bovoq yoki paydo qilish. Bu paydo bo'lgan balaninki irsiy jihatdan tuqqan onaga tabi emas-ku bu yerda. Tuqqan onaga tabi emas, tuxum ta'minlaguvchiga emas, faqatla shu badan hujayrasi, ya'ni somatic cells shu hujayrani ta'minlaguvchiga tabi bo'ladi hamda irsiy nuqtadan aytgan vaqtida. Bu shu ya'ni keng doiradan qilib aytgan vaqtida bizningki bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan temaga nisbatan bilish kerak bo'lgan muhim narsa. Endi bu yerda men shu mayli sun'iy urug'lantirish olsun, mayli shu badan sirtida kolon qilingan to'ralma paydo qilish bo'lsin, bu yerda bir o'rtaqlik bor. Ya'ni nima degan vaqtida ayolninki tuxumining ichiga dadining urug'ini silish yoki xohlagan bir odamning badan hujayrasini silish orqali to'ralma yoritilganligi. Endi shu 90-yillarning oxiri 2000-yillardan boshlab shu organ masalasini qanday hal qilish kerak degan vaqtida agar matib o'tishdan burun bir narsa oydinlashtirib o'tsak, bir qancha qarindoshimiz yozibdi-da. Chunki bu bilasiz,
hozirmi eng cho'ng masalalardan birisi shu ba'zan ota-onalar bolalik bo'lolmaydi. Yoki bayaq siz tushuntirib o'tib ketdingiz dadadagi urug'niki sifatli bo'lmasligi yoki onaniki tuxumniki sifatli bo'lmasligi sabab tufaylidan. Endi hozir badan sirtida nechida türenin paydo qilgandan keyin indiki onaniki homil baliyatqi so'yash orqali hozir buvoqlarni yetishtirish mumkin bo'ldi. Hozir bu yerda aydınlaştırışqa bir qancha masalalarni bir aniq tushuntirib etsak, chunki ba'zan qarindoshimiz ma vaqt sababini balkim xato tushunib qilishi mumkin. Birinchi masala masalan, deyli dadiniki ana yerlik usulam desak, ana tug'mas emas, deyli dadisi tug'mas deb doktorxona bekitsa, hamda urug' yetarli emas yoki sifatli emas deb. Bunday ahvol ostida hozirgi texnikada agar shu urug'ni berishni xohlaydigan bo'lib qolsa, ya'ni boshqa bir akishni urug'ini selish orqali bu anniki tuxumdan birlashtirib buvoq qilish bir masalasi bor. Xatolashmasam shunday hozir. Agar hamma talab qo'shilsa bunga rozi bo'lsa bo'ldi, men boshqa bir akishniki shu nimasini urug'ini elish orqali bu ayollar tuxumni birlashtirib buvoq paydo qilish yoki ta'tir bo'lishi mumkin. Dadiniki urug' sifatli, lekin onaniki tuxumi sifatsiz bo'lib qolgan holatda boshqa onaniki tuxumini elish orqali birlashtirish. Bu ikkinchi, yana uchinchi masalada men buni o'qigandim. Balkim siz buni tushuntirib qo'ysangiz ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ba'zi onalarniki baliyatqo'da masala bo'lib qolsa, hatto ba'zi onalar bo'lamish modellik bilan shug'ullanganlar, men tug'ib qolsam, qo'saq ko'tarsam badanim buzilib ketadi deb boshqa bir onani kiralash orqali yoki anlash orqali shu ayolniki nima türelmeni paydo qilgandan keyin nechilar uchinchi bir shaxsni qo'shqida cho'ng qilgan ahvollar bor. Endi mush to'g'risida bizga qisqa bir tushuncha bergan bo'lsangiz, ba'zan qarindoshlar mush to'g'risida ba'zan savollarni so'rabdi, mushuni bir tafsiliy bir tushunib bergan bo'lsa deb. Endi bunda deyli masalangi oldi bilan shu ayolninki nimasi kim deganda tuxumi normal deyli. Bu ayollik tug'masninki tug'maslikda nurg'un sabab bor. Misolanga tuxum eng negizlik masala, eng hal qiluvchi masala tuxum bo'lmasa, u qolgan masalani hal qilish mumkin emas. Lekin biz bu yerda tuxum normal deyli. Lekin bu tuxumdan chiqqandan keyin bu baliyatqu naytisi orqali baliyatquning ma'lum yeriga berib joylashishidir-ku, urug'langandan keyin. Bu yerda baliyatqu naychilari normalsiz olsa, mesela yalluqlangan bo'lsa, tarib olgan bo'lsa, nurg'un ahvollarda tug'mas paydo qildi. Bu masalani mush hal qilish uchun mush naycha butunlay tamoman hal qilish mumkin. Bu tuxum normal, lekin baliyatquninki naychilarda ba'zi binormallik bo'lganligi uchun nima qilgani bu bo'ldi. Endi erlarning tug'mas masalasi kelayli. Erlarning tug'mas masalasi kelsak, eng cho'ng ahvolda ikki xil ahvol bor. Birisi urug'ning sonining kam bo'lishi, anandagin ikkinchisi urug'ning sufatining nachar bo'lishi. Urug'ning sufatining nachar bo'lishi degan vaqtida birisi urug'ningki qurilmasining g'alati, binormal urug'ning ko'p bo'lishi, anandan keyin urug'ning harakatiniki oz bo'lishi. Ya'ni biz nimaga o'xshash, qumchoq, ya'ni qumchoq, qora qumchoq deymiz-ku, balki. Shuning harakatiga o'xshash, nihoyatda tiz bir yo'nalishga qarab mangdi normalda urug'. Anadagi binormal bo'lgan urug' bir yo'nalishga qarab mangmay qalayimqon cho'gilaydi-ku. Bularning hammasi anandan keyin harakatining oz bo'lishi, shaklining g'alati bo'lishi, anandan keyin yana boshqa mushu bo'libmi bak, anandan keyin ba'zi ayollarningki badanida erlarningki urug'iga mandaqiliqi antibody ishlab chiqarib, ya'ni uningga qarshi kuch paydo qilganlikdan tug'mas paydo bo'ldigan ishlar bor. Me'damda bu son deyli, harakati deyli, qurilmasi g'alati deyli, bularning hammasi erlik tug'masini paydo qiladigan muhim omillar. Endi bu yerda bir qitimda jinsiy munosabat qilgan vaqtida kam deganda 30 milyondan ortiq urug' ishlab chiqarildi. 30 milyon. Hammamiz bilamiz, bu yerda bir bola, ya'ni bir bola bo'lish uchun bir tal urug' kerak endi. 30 milyon urug' ichidan bir urug' berib onaniki tuxum bilan berkalisa, bir yerda bir bola bo'ladi degan gap endi. Unda olgandan keyin bu yerda lekin bu urug'ninki
sani azlab ketsa, bo'lmasa emasa azlab ketsa yoki bo'lmasa normal urug'ninki soni 70%dan ortiq bo'lmasa tug'masini keltirib chiqarish mumkin. Bular bak normal urug'ninki soni 50%dan tövellab ketgan vaqtida bu erlarning tug'maslik ehtimoli nihoyat yuqori. Ammo ig'roya qilish uchun bir tal urug' kerak. Shunlashqa normal ahvol ostida 90% erlik tug'masga nisbatan boshqalarning urug'ini ilish hojatsiz. Tushunishlik bo'ldimi? Shunda demakchi hozir agar erlardagi tuxum masalasi urug'ni masala bo'lib qolib qolsa, buni bir xil shaklda uni davolash yoki uni esga keltirish mumkinchilik bor. Boshqa bir akishniki davolash degan vaqtida bu yerda sun'iy urug'lantirish degan vaqtida boshqa davolash imkon bo'lmagan vaqtida qo'llanilgan usul. Ham davolash deganda masalan eng ko'p uchraydigani masalan shu jinsiy bez yo'lida, naychilarda, urug' naychilarda, tashqi börekdeydi, mushlar yallig'ib qilib, masalanchu, urug'ning harakatini asıltayotgan bo'lsa, bularni dori bilan davolab tug'dirgan qilish mumkin. Mening bu yerda so'zlamoqchi bo'lganim, u davolashlar hammasi ishqa asqatmagan vaqtida bo'ladigan ish sun'iy urug'lantirishchi. Ham sun'iy urug'lantirishda ham shu 30-40 million urug'ning ichidan bir ikki tal sog'lom urug' chiqishi tamamen mumkin. Shundaymi? Shunday. Shunlashqa 90% erlik tug'masini, hatto 95% desak bo'ladi, boshqalarninki urug'ini ilish hojatsiz. Endi faqatla nihoyat az bir qism erlarda urug' tamamen yok oldu yani. Nöl uruk oldu. Cinsi münasebet jarayonida faqatla mani yani suyuqlik chiqadigan onun tarkibida uruk bo'lmaydigan ahvol oldu. Bu boshqalarninki urug'iga ehtiyojli. Hamda hozir bu yerda bu urug' bankasi deb banka bor. Bu yerda banka nim qiliqliq. Shunlashqa bu xildagi shu sun'iy urug'lantirish orqali tug'ilgan balaninki keyinki shu keyin kelgusida aslida urug'ni ta'minlovchi dodi bilan bir xil ixtilof, ya'ni ziddiyat shu bolaninki tavallik huquqini talashadigan bir ziddiyat bo'lib qolishni saqlanish uchun bular hammasi oshkorlanmaydi. Ya'ni bundacha inglizcha random kimning bagini hech kim uqmaydi unda bo'lganda. Uqmaydi. Endi bu yerda belgilik darajada maxfiy tutildi. Endi bu masalanki bu orqali tug'ilgan bolaninki kelgusida ig'dorchilik huquqininki talash tortish olishning oldini olishga foydali bo'lsa-mu, lekin nurg'un tadqiqotchilar agar bunda qilgan vaqtida masalan shu bir tal odamning urug'i hamda nurg'un ayollarniki sun'iy urug'lantirish ishlatgan vaqtida kelgusida shu oksinglar masalan shu urug'dan homiylar tug'ilgan bolalarniki o'zaro chetishib qilish, ya'ni o'zaro nim qilish ehtimoli bor deb, ya'ni boshqa bir axloqiy masalani qo'zg'aydiganligidan andish qilish masalasi bor. Shunlashqa hamda hozir bu masala ko'rilgandan keyin uni hal qilishning usullari, yo'llari bo'lganligi uchun ham bu yerda bir erninki yani qilgan urug'ini ko'p ayollarga ishlatmaslik, ya'ni buni cheklash. Chunki kelgusida bular o'zaro maxfiy saqlanganligi uchun ularninki bo'lgan u nimadan chiqqan qiz o'g'illarniki o'zaro to'y qilish ehtimolining oldini olish uchun, ya'ni axloqiy masalaga chetilish uchun buni cheklab qo'ygan. Endi tuxum masalasiga kelsak, agar ayolda bir muhim narsa o'tib ketdingiz, azima bu urug' beradigan dadlar to'g'risida. Kelgusida masalan bir xil dada har xil urug'ni ayollar beraversa, balkim o'xshashdan bo'lgan farzandlar o'tirisida kelgusida to'y qilish ehtimolli shu sababni topib. Ama shu bir ay oldu, men hozir topdim-da mana. 3-ayning 26-si shu Turkiyada bir xabar chiqqandi. Bu xabarda Gollandiyada bir 41 yoshga kirgan bir odam, Jonathan deydigan 550 balaning dadisi oldu deb bir xabar chiqdi. Bu odam shunda 550 tane balaga shu tug'ilishiga hisobda sabab bo'ldi, urug'ni berish orqali. Demak, bu masalada demak har qaysi davlatlarda balki qonun o'xshash bo'lmasligi mumkin. Ba'zi davlatlar ruxsat qildi, ba'zi lekin shu xabardan keyin ixtilof sotish bo'lgan.
Ama şunu aslında yazıp kaptıkken hazır dünya en çok talaş tartışmasından bu 550 bala bir bala bir dadıdan boğan bala. Kelgisi bulanın to'liq qilish ihtimalim tamamen mümkün. Hem bunun üstü köpüncesi Amsterdam degan bular. Bunu qanday aldini algı buldu. Bunun to'g'risida o'sha qonunchilar birga kelib, o'shani cho'qim tadbir elish kerak deb. Hem demek hozirgacha ba'zan davlatlar bunaqa diqqat qilmayotgani o'xshaydi shuni qaraganda. Bu yerda mundaq bir masala bor, qarang. Abiyatni dedim, yeni bir narsa chiqqan vaqtida shuningdan masala paydo bo'lg'ichilak biz oldin uni tasavvur qilolmaymiz. Masala chiqqandan keyin uningki bir taraf qilish usuli chiqadigan gap. Bu yerda mundaq muhim bir masala bor. Endi bu an'anaviy kishilarda, ya'ni mushu ma'nini hamda bir jonning bir qismi deb uni xohlagancha berishni xohlaydigan odamlar unchalik jiq emas, shu. Jiq emas. Andan keyin bu mushu urug' bankisi dastlabda paydo bo'lgan vaqtida bu birisi oldi bilan albatta urug'ini berishga xohlaydigan er bo'lish kerak. Ikkinchisi nayta sog'lom, aqlli er bo'lish kerak-ku buni talabda. Sog'lom, aqlli urug'ning sutini yaxshi bo'lish kerak. Chunki buningdan kelib chiqqan keyingi avlodlarninki sog'lomligi, aql farosati mushularning hammasiga kapolat qilish uchun eng muhimi hamda urug' bankisimi shu urug' bankisi qilib, shu tijorat shaklini yaxshi taraqqiy qildirib, ko'plab foyda olish uchun bu urug' iyona qiladiganlarning sog'lomligi musha sifat jihatdan tanlaganda, hamda tanlagandan keyin undaq odam solgan ko'chadan akib, lakin tanlab ololmay. Tanlagandan keyin bu aran erishgan bu nimaga bu boylik yoki manbani jiqroq odamlar foydalansin deb dastlabda A tarafini o'ylab, 20-30 yildan keyin ularninkidan paydo bo'lgan avlodlarninki o'zaro chetishib qilib, texmi ig'ir axloqiy masala paydo qilishni u balkim o'ylamagan. Bu masala o'tirg'i chiqqandan keyin bu masala nima qilib hozir son jihatdan cheklash, oziltishni talab qo'yyotdi. Albatta, andan keyin buningki masalan mushu urug'ninki qaysi ayollarga taqdim qilinganligi masalan normalda oshkorlanmagan bo'lsa-mu, maxfiy tutilgan bo'lsa-mu, taraqqiy qilgan davlatlar cho'qim bir uningki tizimligi bo'ladi. Endi bu yerda burun tuzilgan qonunda nima desangiz, bu insonlarninki shaxsiyatiga chitishlik bo'lganligi uchun g'arb davlatlarda insonlarning shaxsiyatini qattiq kontrol qilgan bo'ladigan uchun buni shu tizimlaganlar oshkorlashning o'zi qonunsiz. Endi bu yerda bir ixtilofli masala bor. Agar shu tizimlik nima bo'lib qolsa, buni iz qo'g'lab shularni tepish mumkin hamda agar shu qonunda shu davlatda shunga yetarli ko'ngil bilib burun tuzilgan qonunda ba'zi o'zgarishlarni paydo qilib, masalanchi, mushuni oldini olaman desa mümkün. Lekin onunla nurgun iş gidiyor. Anadın keyin burunqi qonunning cheklamasiga uchraydi hamda uni burun tuzgan vaqtida bularning uchurini oshkorlashni qonunsiz deb belgilangan. Shunga hamda bu yerda nurgun masala bor. 500 necha debdi, balkim u tiqi oshkorlanganlari, balkim necha mingga, chunki erning bir tal urug' bir qitimliq ma'nosida 40 milyondan ortiq urug' bo'ladi-ku odatda. Uning 70%ni sog'lom desakmi, bir qitimliq yana bu erninki iyona qilgan mushu ma'nosida millionlarcha ayolni homila qilish mumkin degan gap-ku bu yerda. Bu nayta cho'ng bir axloqiy masalani paydo qiladigan bir ahvol. Endi bu siz o'tirib qo'ygan 3-chi masala, ya'ni boshqalarninki boshqa bir ayolninki bola yotqisini oriyatga ilib bola tug'ish masalasida buningmi 5-10 yildan ishib qoldi. Masalan, Amerikada bu xil ahvol nima? Albatta bu qonuniy rasmiyatlari aytdi nima? Chunki bir
ayolninki 9 oy 9 kun bola ko'tarib boshqa bir er ayolga bola tug'ib berishiga taxminan hamda shu ayolninki madaniyat nima deymiz, madaniyat sapası, ya'ni bu bola yotqishni oriyatga beradigan ayol hamda masalan badan qurilmasi, sapası, gerçi u bunun qarab beradigan haqqi farqli hamda Amerikada taxminan bir 30-40 ming dollardan 100 ming dollargachilik ashtaga pul berdi hamda bir bola nima qilib berganga. Chunki hamda u ayolninki sapasi u garchi bolaga bevosita ta'sir qilmasimi, lekin vositalik ta'sir qiladi. Masalan, yeydigan tomoq, kundalik tomoq, stress deymiz, o'zining kundalik sog'lomligiga diqqat qilish. Bularning hammasi bolaga vositalik ta'sir qildi. Gen tarafdan ta'sir qilolmaydi, chunki gen yana shu urug' chiqimini ta'minlash uchun bo'ladi, lekin ayollarning kundalik hayotidagi bak jiddiylashish, ana qalayimqon tomoq yeyish, tamok chekish, aroq ichish degandek ishlar hammasi bolaga ta'sir qilganligi uchun bola yotqishni oriyatga beradigan ayollarga berilgan haqmi biroz farqli. Buningga xili bo'ldi. Siz degandek asosligi shu tug'ishni xohlamagan, ammo tug'ishni xohlamagan, bola beqishni xohlamagan, o'ziniki pushtidan bo'lgan bolaga ehtiyoji va insonlar anandan keyin har abiyatni siz degandek har ikki taraf tug'ma so'p qolgan ulardimi anandan keyin ma'lum sabablardan tug'olmaydigan ayollarmi yoki bola masalan rakga giribdor oldu deyli ayol. Bola yotqishning bir qismini kesib ilvatdi deyli. Undaq ayollar shu boshqalarniki nimasini. Endi bu irsiy nuqtadan aytgan vaqtida butunlay yana shu urug' tuxumni ta'minlagan ota-onaga tava bo'ldi. Bolani 9 oy 9 kun qo'sa ko'tarib tuqquvchiga tava bo'lmaydi. Qonuniy jihatdan bo'lgan vaqtidami uningga belgilik advokatlar o'tirg'i kirib belgilik nim berganlik uchun, haq berganlik uchun uningmi keyin u bola ustida da'vo qilish huquq bo'lmaydi. Haqqi bo'lmaydi. Shunda. Unda sizmamtimki shu bu aniq oldu deb o'ylayman. Ya'ni savollar bo'lsa keyincha yana so'ramiz. Shu badan surtini hozir muhim masalalardan birisi shu ba'zan badandagi organning yetishmasligi bor. Bo'libmi shu börek yetishmaslik jiddiy masala. Bu sebepten birisi şu Xitaylarning nurg'ulagan bizning qarindoshlarniki börekni bazı organlarni ekitayotgan to'g'risida xabar ham chiqdi. Ham hozir nurg'ulagan davlatda Turkiya ham shunda shu organ saqlab, navbat saqlab qadam bekchiq. Chunki hammadan berishni xohlamaydi. Kesel bekchiq birdig'anlar az bo'lganlik uchun shu 10 yilga saqlaygan, hatto saqlab bo'libmi hayotini o'lib yotgan ahvollarmi bor. Mush to'g'risida shu tibobatning bugungi kunda amayla taraqqiy qildi deymiz, lekin taraqqiyot qanchalik darajada sizcha? Endi taraqqiyotda noiti nima mundaqcha ifodasak bo'ldi, davr bo'lgich taraqqiyot bor. Ammo endi siz degan ahvolga kelish uchun kam deganda 50 yil vaqt bo'lishi mumkin. Chunki qanday desangiz, endi masalanga shu abiyatni dedim 90-yillarning oxiri 2000-yillardan boshlab shu badan sirtida organ yetildirishga nurg'un pul xarjlanib, nurg'un tadqiqotlarni qildi. Haqiqatan yurak yetildirildi misolanga. Chashqonning yuraklari yetildirildi. Nimaninki boshqa kichik hayvonlarning boshqa a'zolari yetildirdi, muskul yetildirildi masalanga. Masalan, cho'ng miqdorda kuyikdan keyin masalan, bo'lib belninki, pochoqninki, odamninki harakat shu nimalarni noit hal qiluvchi rol o'ynaydigan ba'zi muskullar bo'lmagan yaxshi ishlamagan odam palaj bo'ladi. Ma'lummaydi degan gap. Muskul nisbatan o'ng'ay oson yetildirish imkoniyati bo'lganligi uchun tajriba qilganda muskul yetildi, qo'li go'sht yetildi masalanga. Aniq esimda yo'q.
bir tal bir pound mı yani bir jing mi kelmeydigan go'shtni kalı go'shtini necha yuz ming dollarga yetildirdi misalan. Bularning hammasi organ yetildirish jarayonidagi bösish xarakterlik taraqqiyotlar. Ammo masalan yurakni deylik, yurak so'qidi, masalan so'qidi. Lekin u bir tajribaxonadagi bir yetildiruvchi shu taqsa ustida yetildirganligi uchun uninki qon aylanish sistemasi yo'q. Qon aylanish sistemasi bo'lmagandan keyin bu garchi yurak muskullari so'qidi, so'qqan bilan uninki qon ulangan qon tomir yana yurakdagi o'ng dalancha, so'l dalancha, o'ng qirinch, so'l qirinch degandekdek 4 narsadan shu qonni saqlab turadigan yerdan uni qon chiqarish funksiya, ya'ni normal funksiya ishlash masalasini hal qilishda nihoyatda qiyinchilik bo'lganligi uchun buningki ahamiyati ya'ni shu tajribaxonada shu organ yetildirishning ahamiyati faqatla bizningki tushunchamizni yuqori ko'tarishga foydali ekanligi, uninki amaliy organ insonlarningki yoki har qanday bir jonliqning organ ehtiyojini qondirish maqsadga yetishning nihoyatda qiyin ekanligiga to'nib yetgandan keyin insonlar baribir bu tajribaxonada organ yetildirishdan hayvonda nima organ yetildirishga ko'chdi. Endi bu yerda mayli hamda tajribaxonada organ yetildirish bilan nimada hayvonda organ yetildirishninki eng dastlabki qismi aslida o'xshaydi. Hamda va shu tajribaxonada organ yetildirishda hamda abiyatni deb o'tgandek u bizning tushunchamizni yuqori ko'tarishga nihoyatda cho'ng ahamiyati bo'lsa-mu, uni amaliy qo'llanishda nurg'un qiyinchilik borligini his qildi deb dedim. Bu yerdagi eng dastlabki tadqiqotning nimasi yanada zoya ketmadi degan gap. Bu endi nima desangiz, bu yerda dastlabda men degandagidek shu to'ralma hujayra deb o'tdim. Bu to'ralma g'ul hujayra, to'ralmaning ishidan olgan deb o'tdim. Bu yerda to'ralma, ya'ni to'ralma degan vaqtida biz uningga u to'ralma hozir biroz ko'p qo'llanayotgan to'ralma cho'chqining to'ralmasi. Hamda cho'chqa hammamiz bilamiz eng ko'p tug'adigan, ya'ni badan ig'irligi, yurakninki cho'ng kichikligi yoki börekning cho'ng kichikligi odamga eng yaqin keladigan bir hayvon. Hamda bularni biz musulmon bo'lganligimiz uchun nima uchun cho'chqa degan savol kelishi mumkin. Birisi uningki nimasi ko'p tug'idi. Ya'ni masalan kelgusida organ yetildirish muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, tanarqini to'valitish, anandan organ mahsulotining sonini ko'paytirishga nimasi bor hamda ko'p tug'idi, qo'ydan ko'p tug'idi. Ikkinchisi eng muhimi uningki yurak ulamda, börek ulamda cho'ng kichikligi odamninki börekninki nimasiga eng yaqin keladi. Qo'y unidan sal kichikroq, kala unidan cho'ng hamda kalaninki nimasi cho'ng. Shunga afsus bizga shu bizningki eng yaxshi ko'rmaydigan hayvon insonlar bilan biroz yiqilishib qolgan narsa. Shu sababdan cho'chqini tanlagan, qo'yni tanlaganlarmi bor, hamda cho'ngroq qo'ylarni tanlar. Lekin hamda qo'y cho'chqidek unda ko'p tug'maydi hamda. Bu tug'ishning masalasiga nima desangiz hamda men dastlab deb o'tgandagidek buni tajribaxonada shu cho'chqininki yoki qo'yning yoki kalining har qanday bir hayvonninki to'ralmasiga odamninki g'ul hujayrasi emas, nima emas, to'ralma g'ul hujayrasi emas, lekin shuningga o'xshash funksiyasi bo'lgan ko'p iqtidorli g'ul hujayra. Ya'ni buni shu tajribaxonada yetildirgili bo'ladigan, inducible deydi, yetildirgili bo'ladigan ko'p iqtidorli g'ul hujayra. Ko'p iqtidorli deganda men dastlab deb aytdim, birdan ortiq boshqa hujayraga aylanadigan ko'p hujayra. Endi bu yerda mayli börek deylik. Börek desakmi, börekda
bir neçe xil hücre var. Bir xil hücre emas. Bir neçe xil hücre var. Şunlaşqa bu gol hücre köp miqdorli hücre yani börek yetildirishga ehtiyoji bo'lgan bir neçe xil hücrega aylana olish kerak. Şuna birden ortiq hücrega alına alaydiganda biz köp miqdorli gol hücre deymiz. Şuna buni mushu hücreni shu cho'chqaninki to'ralmasi ichiga o'kil qilib urgan vaqtida bu o'kil qilib urgan odamninki kelgusida börek taraqqiy qiladigan ko'p miqdorli g'ul hujayrasi shu cho'chqaninki to'ralmasi ichida taraqqiy qilib cho'chqaning balasi bo'ladi bu yerda. Tushunishliqmi bu? Cho'chqaning balasi aylangandan keyin bu cho'chqa balkim bir nechaga tug'ishi mumkin kelgusida masalan. Şunun ichida shu cho'chqaninki balasi tug'ilgan balasida yetilgan börek balkim shu odamninki börek taraqqiy qiladigan ko'p miqdorli g'ul hujayrasidan taraqqiy qilgan börek bo'lishi mumkin. Tushunishlik bo'ldimi? Tushunishdik. Bu texi nazariya. Shunlashqa mumkin deyaptimi nazariya. Bu qaysi hayvonlarda reallikqa oshdi degan vaqtida cho'ng chashqan bilan kichik chashqanni nima qildi? Chashqan bilan cho'chqa orasida reallikqa oshdi. Adam bilan nimaga kelgan vaqtida cho'chqaga kelgan vaqtida bu to'ralma reallikqa aylandi, to'ralma. Lekin shu yerda to'xtadi. Chunki bu nurg'un axloqiy masalalarga, ya'ni nurg'un qonuniy masalalar uchun uni maslanga hamda shuni cho'chqini shu to'ralmini cho'chqining balyatqusiga silib taraqqiy qildirsa balkim bir cho'chqa balasi tug'ilishi mumkin. Cho'chqa tug'ilishi mumkin. Uning bo'riki balkim odamning bo'riki bo'lishi mumkin, balkim. Lekin bu cho'chqininki bu aralashma to'ralmasi, ya'ni odam cho'chqa to'ralmasi shu badan sirtida faqat to'ralma shaklda to'xtadi bu yerda. Muvaffaqiyat qozondi dedik, lekin oxiri davomlashmadi. Chunki men degandek axloqiy masalalarga duch kelganligi uchun bu mishat to'xtadi. Naz məmtimki aldın qətim sizmə oxudan sox xəbərini bir tədqiqat elib bağan. Bu çoşqunun böyürkini bir adamga yürütke qudayma, nəqil qıldı. Lekin o adam bir qan uzun yaşamay ölüp ketdi deb yəni xəbər çıxdı. Muşu börek sizga usulli qilganmi yoki shu cho'chqaniki börkini almashtirganmi? Cho'chqaning börkini almashtirgan. Buni endi shu buningda endi cho'chqaninki börkini almashtirgan. Bu bir tadqiqot nimasi bo'lganligi uchun bunimi endi davr bilgich bir muvaffaqiyat deb qarashga bo'ladi. U garchi uzun yashamadi, lekin börk yo'q odam odatda normal masalan doilasiz, ya'ni qilmasa odatda 3-4 kundan ortiq yashayolmaydi börk yo'q odam uchun. Bu odam yoshidi. Shu muddatdan xeyli uzun yashadi. Demak bu muvaffaqiyat qozondi. Bu odamniki aslida yolg'iz börek masalasi emas, nurg'un boshqa sog'lomlik masalalari bor. Shunlashqa u odamni shuni qitilishdan bir sababmi hamda u odam o'zininki hayotiniki ko'p qolmaganligini uqdi hamda. Shundan keyin o'lab qolgan odamga o'lab qolgan bo'lgandan keyin deb qo'shilgan bo'lishi mumkin-da. Bir o'lab qolgan odamga biz deymiz-ku, o'lab qolgan odamga yasin suv ichkizgan degan gap. Hamda o'lab ketmayman. 1% bir ehtimolli bir sinab boqay degan bo'lishi mumkin. Lekin umuman qilib aytgan vaqtida bu operatsiyani muvaffaqiyat qozondi deyishga bo'ladi. Ammo yana hal qilishga tegishli nurg'un masalalar bor. Am bu yerda hamda bu cho'chqaninki nimasi mushu bo'riki berib lakinsa qolgan bir cho'chqaninki bo'rikini olgan ish yo'q. Bu şu cho'chqa bu plan oldidagi plan nurg'un bir taraflar qilish, ya'ni bu cho'chqani bir taraflar qilib shu cho'chqaning bo'riki odam badaniga kirgan vaqtida yaklamaydigan shundoq davolashlarni ilib berib
anandan keyin vaqt soati keldi degan vaqtida cho'chqaning börekini ilib buningga sağan. Endi bu bir tadqiqot mezgili bo'lganligi uchun buning tanarqi haddidan ziyoda yuqori endi buni. Buni masalanga tadqiqot mezgili bo'lganligi uchun buningki chiqimi hammasi tadqiqot nimadan keladi endi buni agar rasmiy muvaffaqiyat qozongan vaqtidami buningki umumlashish nimasiga yana nurg'un yillar bor. Chunki buningki shu cho'chqini uzun mezgil bir taraf qilish, ya'ni shuningki cho'chqiningki börekə adam kirgandan keyin normal ishlaydigan, adamningki badani uni yaklamaydigan taraflarda nurg'un tadqiqotlar ilingandan keyin qilingan bir operatsiya. Undan keyin bundaq operatsiya shu pishib yetilib, har jihatdan pishib yetilib, tanarqi normal odamlar qabul qila oladigan davrga kelmagichilar bu umumlashmaydi-ku bu. Masalan bir operatsiya masalan necha million dollarga to'g'ri kelib qolsa, uninki qabul qila oladigan odamlari cheklik bo'lib nim qilmaydi. Buningimi bir mezgil kerak, ammo bu mening qarashimcha adamningki insonlarningki a'zosini cho'chqa yoki boshqa hayvonlarda yetildirib odamga silishga nisbatan siz iroqli qilish mumkin. Nimish qunda desangiz, misolanga odamlarning organi yetildirishda o to'ralmadan boshlandi. To'ralmadan boshlangan vaqtida misolanga to'ralmani hayvonning balyotga silib belgilik muddat qo'saq ko'tarib, homilolab, bola tug'ilgandan keyin u bola tug'ilib bo'lguncha uning börekini ilib insonga sog'lolmaydi, chunki kichik. Uning badan yig'irligi, cho'ngligi cho'qim bizning badanimizdek teng kelish kerak. Uningga masalan cho'chqiningki ömrü odamning ömrida qisqa, uzun bo'lmaganligi uchun u cho'chqa 20-30 yosh kirishga saqlab turish hojatsiz, lekin kim deganda shu rasmiy shu masalan yetishganimiz kerakda. 60-70 kilo kagidek yetishgan bu. Uni necha yil ketadi cho'chqiningcha. Uni anadan keyin albatta uningdan burun u cho'chqining badanida yetilgan börek yoki yurak shu odamning bo'lishini jazmlashtirish kerak. Unida cho'qim bir börek bo'ladi, cho'qim bir yurak bo'ladi cho'chqida. U odamning emasmi? Uni konform qilish kerak, jazmlashtirish kerak. Bu hamda nazariya jihatdan hozir mavjud texnik jihatdan mumkinchiligi bor. Tamamen mumkinchiligi bor. Lekin uningga 30 yil ketamdi, 50 yil ketamdi, 100 yil ketamdi, biz uningga bir narsa deyamaymiz. Nayt uzun zaman ketishi mumkin. Shunda tadqiqotning taraqqiyoti belgilaydi. Albatta siz degandek shu cho'chqiningki börekni odamga almashtirish men shu vaqtda endi men bu qanday olmoqsin 5 kun yasimi ham bir muvaffaqiyat hamdi. Uningga biraz balkim u texnikalik masalalarni balkim 10 yillarda hal bo'lishi mumkin. Balkim uni misolanga shu börek almashtirish 70-yillarda rasmiy odamlarda qo'llanishga boshlagan. 70-yillar u vaqtida faqatla shu oz qism taraqqiy qilgan davlatlarda, ya'ni Amerika, Yevropaliklar. Keyin 80-yillarning oxiriga, 90-yillarga kelgan vaqtida bu börek, yurak, jigar degan almashtirishni qila oladigan davlatlar nihoyatda nim qildi. Masalan, 90-yillarda börek almashtirishninki bunda yashash nimasi masalan 5 yilga aran yetadigan bo'lsa, hozir deganda 10 yil, 15 yil yashaydiganlar bor shu nim qilish. Nihoyatda tez taraqqiy qildi. Dastlabki mezgilda asta bo'lgan bo'lsa-mu, masalan, oldingi 20-30 yil bilan masalan 70-yildan tortib hozir 50 yil desak, masalan, oldingi 20 yildan keyingi 20 yilni selishtirsak, masalan, shu 50 yil jarayonidagi nimani keyingi nimada nihoyat tez taraqqiy qilgan bir ko'rinishni ko'ra olamiz. Chunki yangi bir texnika
tədqiqat məzgilidən, basqıçıdan, yəni insanlarga qo'llanishga boshlagandan u to'liq bir pishib yetilg'ichlik asli bir jarayonni boshdan kechirishi mumkin. Andan keyin ma'lum darajaga, ya'ni pishib yetilgandan keyin u tezlik taraqqiy qilib kelsa, umumlashadi, nimasimi to'vallaydi. Shunga o'xshash bu bir qitimliq bu hayvon nimasini odamga almashtirish muvaffaqiyat qozongandan keyin shu jarayonda hamda meselenin nədiligini tədqiqatçılar bayqaya alaydı-çu. Nədə küçəpraq işləsək bulutken, qaysı məsələlərini hal qılsaq bulutken, bununla bir neçə yıl muş tərəfdə ilgirləş payda bolsa, belki 5 yıl, belki 10 yıl, yoki 15 yıllarda bu barbara insanlardan nima qilishi mumkin. Buningki nimasi mening farzimda hamda shu insanların organını hayvanda yetildirishdan tez baldır reallik aymış. Ko'p rahmat. Agar sizning qo'shib qo'ygan nuqtalar qo'shib qo'ysangiz, bo'lmasa vaqt munosabati bilan mishat programmani oyoqlashtirsak bo'ldi. Asasen to'liq bo'ldi deb qarayman, hamda eng muhimi anglag'uchilar shuningga qanchalik tushundi. U bana nama'lum, agar boshqalarningki so'raydigan savollarga javob bersam, bo'lmasa mening qo'shimcha qildirim yo'q. Davulsa ko'pincha qarindoshimiz har xil sabablar tufayli vaqtni ko'rolmaykan, lekin bevosita qolgandan keyin ko'rgan qarindoshlarimiz jiq. Shunda bo'lib qolsa, qarindoshlar shu videoning ostiga savollarni yozib qo'ysanglar, mamnun vaqtni chiqarib cho'qim javob ber deb o'ylayman. Sizning qimmatli vaqtni chiqarib bugungi bu temani qarindoshlarga ichib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ko'raman do'stlar nomidan. Xizmatingizning texmo qutlug' bo'lishini umid qilamiz. Mamnun. Salomat bo'ling. Kelak soni ko'rishcha aman bo'ling. Sizga rahmat. Ko'rilman qarindoshlarga rahmat. Alloh emanet.